Dunyodagi eng qimmat taksi xizmati Dubayda 2025-yildagi Toyota Camry'dan boshlab 2025-yildagi Rolls-Royce Culline'gacha taksilar yuradi. Dubayda taksilar har bir metrdan puli boshlanadi. Dubaydan boshqa emiratga, amirlikka o'tishda har bir o'tish uchun 6 dirhamdan qo'shimcha oladi. Dubayda Careem, Hala, Uber, Yango, Blacklane, Yandex programmalari orqali xohlagan taksini zakaz qilishingizlar, xohlagan mashina keladi. Dubayda limuzin servisi ham mavjud. Unda eng oxirgi modeldagi Lexus mashinalar taksida yuradi va u limuzin deb ataladi. Dubayda limuzin taksilar oddiy taksilardan narxi oshiqroq bo'ladi, chunki unga topoviy mashinalar GMC, Cadillac, Lexuslar keladi. Dubayda 24 soat taksi, restoran, hamma joylar ishlaydi.